Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve süyümlük şart Türkistanlık karındaşlarım. Biraz ütüp ketken bolsun o roze tanlağı mübarek olsun. Allah keler yılkı heytne vatanımızda ötküzüşke nasip kılsın. Keler yılkı heyt namazını Heytgah camisinde Beytullah Mescid'de okuştu nasip kılsın. Karındaşlar bugün keyfiyatım pek yaxşı emas. Şuңlaşqa qısqırap bir video bilen huzur oğladı. Körüp doğununladek mavzu Uygur dopisi ve Uygurluk. Köp qıtım tekrarlığınımızdek ve köpçülükünlağa ma'lum bo'lganidek bilginlar daxilinde bo'lganidek millatlarning milliyligini qurib chiqqan omillarning ichida kiyim-kechak madaniyatimi nihoyatda muhim o'rin tutadi. Bu xuddi fiziologiyalik qurilmaga o'xshashla eng avval ko'zga tashlanib, eng avval shu kishining milliy kimligiga hukm qilishdagi belgidir. Til nihoyatda muhim bo'lsa-mu, bir adam sözlemigicha uning qaysi millatdan ekanligini bilolmaymiz. Shunga tashqi ko'rinishdagi alomat eng avval bayqaladigan kimlik alomatidir. Bu kallanlardan o'tadi-ku deyman. Qadimgi zamonlardan bugunga qadar hamma millatlarning o'xshamagan kiyim-kechak madaniyati bo'lib kelmoqda. Garchi bugunlarga kelganda millatlarning aralashib yashashi uchur tezligining eshishi, qatnash vositalarining tezlashishi qatorliq taraqqiyotlar elib kelgan aralashish tufaylidir. Millatlarning kiyim-kechak madaniyatidami shalg'utlashish, universallashish umumiy hal elayotgan bo'lsin. Hala millatlar eng muhim deb bilgan ba'zi belgilarini yanıla saqlab kelmoqda. Kundalik hayotda doim kiyib yurmasimi, alohida kunlarda, bayramlarda, milliy xotira kunlarida yanıla kiyim-kechak madaniyatidagi alohida bo'lgan biror tür saqlanib kelyapti. Millatimizga kelsak, nurg'un turdagi kiyim-kechak nusxalarimiz bo'lib kelgan. Bu ayollar uchun ayolcha, ercha, farqli ikki turda bo'lib, her tür içinde yeni onlarca fasonlar mevcutdur. Zamanın ötüşüge erişip, bundak giyim nuskullarımız nakşı usul sahnelerinde artistlarının has giyimiymiş gibi günümüzgece yaşap geldi. Nurgun kişiler sahnedeki artistlarının giyimlerinin ötmüşte ecdatlarımızın kündülük giyim geçiklerliğini unutup, bunu hasla artist giyimi sütüde idrak kılıdığın bulup ketken bolsunun, bularning ichidan kanavay ko'ynak va do'ppa real turmushimizda kiyilishni davom qilib kelyapti. Bulardan do'ppa alohida tilga ilishga tegishli bir milliy belgimiz bo'lib, garchi dunyodagi nurg'un millatlarda do'ppa deyiladigan tur bo'lsa-mu, bizning do'ppalarimiz haqiqatan o'zgacha. Bu o'zgachilik shu darajadaki bizning umumlashgan turlarimiz bo'lib qolmay, yana her bir yurtning xos turlari bor. Bularning hammasini sanab chiqishni xalaqas. Masalan, men bu do'ppilarning hammasining ismini bilmayman. Do'ppilarning xuddi jannat bog'chalaridagi rangarang gullardek ko'z qamashtiradigan tür va xillarini Qashqarning do'ppi bozorini kezganlardan eslayoladi. Qashqarning do'ppi bozoridami umumlashgan turlari bor edi. Yerlik turlar yo'q edi. Neçe yüzlegen xil bu do'ppilarning o'ziga xos rengi, fasoni bu qalmay, uzaq
tarixqa tutashgan keçmişi, rivayeti, hikayesi barlığımı aniq. Gerçi bu hikayelerinin hemmini bilmesek mi, bunda bir keçmiş hikayesinin buluşu muqarrar. Lekin bugünkü bizning temamiz do'ppining oqistiki rivoyat hikoyalar emas, balki uning milliyligimiz nuqtasidan ahamiyatli. Bugungi kunda Xitoylar ajdodlari takrorlab kelgan yolg'ondan haqiqat ishlab chiqarish metodi bo'yicha Sharq Turkistonliklarga tengayotgan Junxo kimligi, Junxo millati kimligi sapsatisining taqozosi bilan Sharqi Turkistonliklarning milliy madaniyatini, milliy kültürünü yo'q qilishga bel bog'lagan vaziyatda bir milliy belgimiz bo'lgan do'ppini qadrlash, do'ppini eng bo'lmagandimi milliy xotir kunlarda kiyishni odat qilish, do'ppining milliy kimlik belgilarimiz ichidagi o'rnini ta'kidlash va milliy belgilar qatorida do'ppimizni saqlab qolish amaliyotda Xitoyning Xitoylashtirish siyosatiga qarshi jang e'lon qilganligimiz bo'lib hisoblanadi. Oddiy reji shuki, dushman nimani tashabbus qilayotgan bo'lsa, uningdan qachish, uningdan saqlanish, uningdan hazar eylash. Dushman nimaga qarshi turayotgan bo'lsa, uni himoya qilish, uningda chim turish, uni saqlab qolish bir turli inqilobdir. Bugun Xitoylar bizning milliy kimligimizni o'chirib tashlashga bel bog'lagan ekan, u holda jimiki milliy kimlik alomatlarini, milliy kimlik belgilerimizni, simvollarimizni o'lgudek yomon ko'rdi degan gap. U holda biz barliq milliy simvollarimizni qanday so'ysak, qanday qo'g'disak, shu qatorda milliy do'ppimizni shunda qo'g'dishimiz aqallidir. Dushmanning zitiga ish qilish inqilobga barobar keladi. Do'ppi bir bosh kiyimi bo'lishligi bilan bizning kundalik hamrohimiz bo'la oladi. Turmuşumuzun bir kısmı cismimizin, gevdimizin bir kısmı bo'lalaydı. Onu alahide elip yürüyüş yoki ko'tarib yurishga gerekiyor. Belki bir baş kiyim sifatida beşimizde biz bilan har qachon birga bo'lsa, hech ishimizni tutilishib qolmaydi. Qolaysizlik tug'dirmaydi. Shunga do'ppini qandaqdir yilda bir qitimliq do'ppi bayrami kunida emas, her kuni kiyib yurishimiz texmi to'g'risidir. Teşebbüs kılındığını manımış. Milli simvollarımızdaki milli kimlik bayanı bizning Junxo millati emasligimizning jakası bo'lishligiga yaqin siyosiyligi ega bo'lsa, do'ppining ming yillardan beri bizning qismatdishimiz ekanligi yaqin bugungi kunda zurur va ta'xirsiz bo'layotgan milliy kimligimizni saqlab qolishimizda yana boshqa turli rolga ega. Oxirida yana bir chaqiriq qistirib qo'yay qarindoshlar. 5 iyul Ürümçi qatliamiga aloqador aslini yozishga va'da qilgan qarindoshlar. Yana bir qatim bu ishga sal qaramaslikqa, ivatmaganlarni ivatishga, yozmoqchi bo'lib to'xtab qolganlarni cho'qim yozishga chaqiraman. Bu her biringlarning Uyg'urlik burchi. Sharq Turkistonlik bo'lish burchinglar, shundaqla bir mo'min bo'lish burchinglar. Buningga oddiy qaramang. Yana bir masalani deb qo'yay. Ba'zilaringlar hala Xitoylarning vatan ichidagi ijroatlarini düşman bo'lganligidan qilyotdi degan tunishda emaskansizlar. Go'yo Sharq Turkistonlik har bir oilaning chet elda tuqqani bo'ladek. Chet eldagi tuqqanlarning qilmish etmishlari vatan ichidagilarning azoblanishiga sabab bo'ladigandek buni bir-biriga bog'lab tushdilar qarindoshlar. O kadar qo'rqinchoq qarindoshlarimiz varkenki, ismini atayamaydigan bahane vatan ichidagi tuqqanlarimga zarar yetadi. Aşında bo'lganda biz o vatanni Xitoyga tashlab berib qutulsak bo'ladi.
Eğer muşu sepseti boyunca olanda. Çünkü hem adamın tukalları var yani. Tukallarım bu falan buludu dep iş çıkmaydıgan bolsak, yazsak buludu. Siyip jolup uxlap, Xitayga sen kılıp al boldu, keç tuklasak buludu. Kurban beriş ruhi degen nime o? Kurban beriş ruhi mana bu. Menin ailemde tukallarımdan emas. Ammam tağam emas. Bir tukallarım emas hatta. Bevasıta ailemden 3 adam türmede. Tötütü birisini çıkarıp demiş. Türkmen haberlerden uqtuk bunu. Hem adamın tutkunu var qarindaşlar. Onu çeteldikilerinin haddi hareketi tüpeyliden kılmaydı o zulümni. Qarindaşlar. Bunu yana bir qetim askerdi, bek tolu dedim. O Xitay bolganlyk üçün kılıdı, o düşman bolganlyk üçün kılıdı qarindaşlar. Düşmanını tonuyla hiç olmasa. Çokum bir narsa kurban beriş gerek o vatan üçün. Şu yutuqallarımızı Allah'a tapşırıp bir yerde biz onun jığısını jığılmasak bolmaydı o qarindaşlar. Emmanlarla Allah'ın güzel salamları olsun. Emmanlarını Allah'a tapşırdım ki infetim görüşürüz. Hoş.